Mari qizil sportivkam qani? Uni ukamga berdim. Nimaga berasan ukangga? 6 oydan beri kiymaganingizga kichkina bo'lib qoldi deb o'ylabman. 6 oydan beri bahor, yoz, issiq kiymadim. Qishga endi kiyaman-ku shuni men. Ha, boshqa olarsiz. Ukang boshqa olsa bo'lmaydi-a. Sendan gapirib tamog'imdan qolma, ketdimmi? Mana saqol olaykum mashinkam qani? Uni 3 kundan beri ishlatmayapsiz-ku. Boshqa ishlatmasangiz kerak deb akamga berdim. O'zi 4-5 kunga bitta saqol olamanman. Akamni tug'ilgan kuni edi-ku. Shunga berdim ikkalamiz nomimizdan. Akanglarga men $100 berdim tug'ilgan kunlariga. Ikkita sovg'a berimizda. Zo'r bo'pti-da, xursand bo'ladi-da. Ma krossovkam qani ukangga berib yubordingmi yana? Voy, uni yuvib qo'yganman. O'rganib qo'yganman miyaga. Kostyumimni olib chiqib ketaman. Uni ukamga berdim. Ukang aytib kelib biza bilan yashasin. Baribir hamma narsam kiyib yuribdi-ku. Ma plastikma pul bor edi, qani u? Dadasi uni men oluvdim. Biroq aytib qo'yish kerak-ku. Yaxshilikka dadasi oramizda sovuqchilik bo'lmasin deb xayriya qildim. Ha, yaxshi. Kimga xayriya qiling? Internetda xayriya qiling deb karta raqam qoldirgan ekan, o'shanga o'tkazdim. Odamzod, xayriya qilish o'zining tartib qoidalari bor. Duch kelgan odamlarga, internetdagi soxta e'lonlarga xayriya qilinmaydi. Sanga o'xshagan nechta sochlar xayriya qilib, keyin aldanib afsuslanib o'tiradi keyin. Xayriya faqat bank hisob kartalariga yoki maxsus shaffof qutilarga yig'iladi. Xayriya qilinayotgan odamning plastik kartasiga yig'iladi. Xayriya qilishdan oldin qara kartani yaxshilab, kimniki bu, nima bu deb. Bilmabman. Xayriya faqat o'zi va yaqin qarindoshlar manfaatida to'planishi mumkin. Boshqa so'ramasdan hech kimga hech narsa berma. Tushuning? Alo. Ha, boshliq. Alo. Alo. Zarachiga olib chiqdingizmi? Zaryadchikni xolamga berib yubordim. Telefonni ham berib yubor xolangga. Ana berlarni buzib, mana mehlan qo'parib berib yuborgan xolangga. Mana shular ko'tarib berib yubor. Faqa devorlarni buzib hammasini qo'shib ber. Ana bilan qo'par, ana tagidan chiqarmay qo'parib. Svarka bilan kesib bilan berib yuborgan.